Kimdir o'g'liga o'g'il bola uy ishlarini qilmasa ham bo'ladi deb qo'liga telefon tutib qo'yadi. Kimdir esa kichkinaligida o'ynab qolsin, katta bo'lsa ko'p ishlaydi deb o'zlaricha g'amxo'rlik qilyapman deb o'ylashadi. Kichkinaligidan bir stakan suvini ham o'z qo'li bilan olib ichmagan bola katta bo'lganda o'z hayoti uchun kurasha olmaydi. Farzandga har narsani tayyor qilib berish muhabbat emas. Muhabbat bu uni o'z oyog'ida tura oladigan, halol rizq topa oladigan inson qilib ulg'aytirish. Hayotda tayyor ovqat, tayyor pul, tayyor muvaffaqiyat yo'q. Hammasi mehnatdan boshlanadi va bolaga yoshligidan qo'liga ish berish bu jazo emas, bu tarbiya. O'g'il bolaga har narsani tayyor qilib bersak, uni yeb icharini o'rgatamiz-u, lekin hayotni emas. Yerga tushgan narsani ko'tarish, o'zini orqasidan yig'ishtirish, kichiklarga g'amxo'rlik qilish, kattalarga yordam berish, ayollarga ehtirom ko'rsatish, bularning hammasi u uchun kundalik odat bo'lishi kerak. Ish bilan kir bo'lgan qo'llar hech narsa qilmay toza qolgan qo'llardan afzalligini his etishi zarur. Agar mehnatni sevib boshlasa, u farzandni hayot qiyinchiligi qo'rqitmaydi. Farzand tarbiyasida mehnatni ayamang, ertaga o'rgataman deb kechikmang. Har bir bola bir kun kelib yolg'iz qaror qabul qilishiga to'g'ri keladi. Shu uchun bolaligidan mustaqil bo'lishni, xato qilib qo'ysa uni to'g'rilay olishni bilishi kerak. Har narsada kattalar yordam beradi deb qarab o'tirmasligi kerak. Ota mehnat bilan namuna bo'ladi, ona mehribonlik bilan tarbiya qiladi. Onasi qilib ko'r desa, otasi men bilan tur desa, bola mehnatni sevadi. Ikkalasi birga bolaga hayotning haqiqiy yuzini ko'rsatsa, u bola sinib emas, pishib o'sadi. Ona qalbi buyuk hayotning ilk maktabi. Ota yelkasi uning ilk qalqoni. Shu maktabdan, shu qalqondan o'tgan o'g'il qorong'u o'rmonda ham yo'lini topa oladi.